6-trek. Yasovul boshi deya qichqirib yuborganini sezmadi. Qur'oni sharifni tepkilagan, hukmdorni xutbai oliydan mahrum aylagan kofir me'morni dorga tortingiz. Muhammad Avaz hukmdor amrini eshitmaganday pinagini buzmadi. Maydon dovuldan keyingi ummon yanglig' tinchidi qoldi. Kutilmaganda ayol kishi dotladi. Atrof larzaga keldi. Nazokat bonu to'zg'igan sochlarini ko'ksiga yoyib, olomon orasidan bazo'r ilgariga o'tdi. Arkoni davlat poyiga yetar yetmas hushsiz yiqildi. Uni allakimlar qurshab oldi. Mulla Abdujabbor shogirdining ifodasiz yuziga qaradi-yu, chidab tura olmadi. O'rnidan jilarkan hassasi qo'lidan tushib ketdi. Bukilgan qaddini zo'rg'a tutib ming'irladi. Muhtaram zot, iste'dodi hurmati, aning umrini xazon qilmangiz. Uvol. Hukmdor ustodga ko'z qirini tashladi. Taqsir, farmoni oliy qaysi zamonda bekor bo'libdir deya yuzini burdi. Mulla Abdujabbor nazarida maydon chayqaldi. Allaqanday soya ko'kka lipillab o'rladi-yu, gandiraklab ketdi. Agar barvasta qora soqolli o'rta yashar kishi qo'ltig'idan ushlamaganda 100 tuban qulardi. Shogirdlar ustod boshiga yig'ilganda nayzador navkarlar Muhammad Avazning qo'llarini orqasiga qayirib bog'lashdi. Hukmdor chetga o'girilarkan, nigohi imorat bo'yoqlariga bog'landi. Ixtiyoridan ajradi. Xaloyiqni, boboxo'jani, ko'nglini alg'ov-dalg'ov qilgan husumatlarni unutdi. Imorat bilan yolg'iz, yuzma-yuz qoldi. Peshtoq jonlanganday bo'ldi. Sherlar, ohular baravariga shivirlashdi. Iste'dodi hurmati. Yerdan, ko'kdan aks sado qaytdi. Yalangtoshning o'zi ham asta iste'dodi hurmati deya pichirladi. Keyin birdan hammani tang qoldirib dedi: Yasovul boshi, dorni bekor qilaman. Me'mor janoblari o'limdan ham og'irroq jazoga loyiqdir. Ana ayolatdan badarg'a aylangiz. Muhammad Avaz endi og'ir uf tortib boshini egdi. Yonoqlaridan dumalab ko'ksiga tushgan 2 tomchi yoshni hech kim sezmadi. Vidolashuvga fursat berishmadi. Sarbozlar ihotasida yo'lga tushdi. Xayolida madrasa bilan, volidasi, ustodi va malika bilan xo'shlashib, bezovta, unsiz ingranayotgan maydondan uzoqlashib borardi. Non. Ufuq chatnab ketdi. Dastlab Registon minoralari uchini qizartirgan sonik nur asta-sekin butun shaharni ko'mdi. Oftob yuzini ko'rsatmasdan gavjum bo'ladigan keng maydon, qing'ir-qiyshiq ko'chalar shovqinga, uzluksiz o'tib turadigan aravalarning g'ijirlashiga to'ldi. Maydon chetidagi atrofi past baland uylar bilan o'ralgan musofirxona ayvonida juldur kiyimli, choriq kiygan 40 yoshlardagi kishi o'tiribdi. Qo'y ko'zlari o'ychan, olazarak, sersoqol dag'al yuzida qat'iyat ifodasi, kengina peshonasini chuqur ajin kesib o'tgan, uzoq muddat olinmagan qop-qora sochi oftob urgan quloqlarini bosgandi. O'tgan kuni yelkasidan tutun purkaydigan otash arava uni Samarqand bekatida tushirib ketdi. Yo'lning qolganiga puli ozlik qildi. Endi 3 kuncha piyoda yursa, kindik qoni tomgan qishlog'i Naymanga yetib oladi. Mayli, hech qisi yo'q. Hamma gap jinday yegulik topishda qoldi. Ammo o'pkasini qo'ltiqlab yelib yugurishlari bekor ketdi. Kecha Mardikor bozorida kun bo'yi labi gezarib o'tirdi. Hech kim qayrilib qaramadi. Holing nima deb dardini so'ramadi. Kechqurun musofirxonaga och nahor qaytib, xo'jayindan bir kun tunashga ijozat so'radi.
bir yilday uzun tuyulgan kechani igna yegan itday g'ujanak bo'lib o'tkazdi. Boshqa musofirlar endigina uyg'ona boshlaganda, u allaqachon turgan, bu yog'iga nima qilish kerakligi haqida bosh qotirardi. Oldinda olis, juda olis manzil kutadi. Mana 3 yilki xotini, bolalari yo'liga ko'z tikib o'tirishibdi. To'g'risi, ularga o'zi ham juda intiq, sog'inch dilini o'rtaydi. Yelga sovurilgan mazmunsiz 3 yilga achinish, pushaymon chekishdan o'zga nima ham qoldi? U musofirxona xo'jayiniga iymanib rahmat aytdi. Uniqqan qin osilgan belbog'ini tortib bog'lab, shoshilmay ko'chaga chiqdi. Shahar yutoqqan nahanga o'xshaydi. Duch kelgan narsani yutmoqchiday, bezovta hansiraydi. Shuning uchun yegulik ilinchidagi harakatlari o'ziga kulgili tuyuldi. Yegulik topish tugul o'zim unga yem bo'lmasam degan xayolga bordi va dahshatli nahang domidan tezroq qutulishga urindi. To'dadan uzilib maydonning janubiga, tutash jinko'chaga burildi. Quyosh terak bo'yi ko'tarilmay, shahar tandirdek qizidi. U hali tuzukroq yo'l yurmasdan terga pishib, o'pkasi bo'g'ziga tiqildi. Shahardan chiqaverishda jinko'cha oxirida qarshisidan qirchang'i ot qo'shilgan eski arava taraqlab kela boshladi. Ot ustida rangini bilib bo'lmaydigan do'ppi, yamoqi yaktak kiygan ko'sa kishi o'tirardi. U aravadan chekinib, chetroqqa chiqib turdi. Arava g'ildiragi ilang-bilang bo'lib yonidan o'tayotganda, ot ustidagi kishi o'zini pastga otdi. Cho'pday ingichka, oriq gavdasini biroz bukib, unga qattiq tikildi. "Ho, sodiqmasmisan?" Uning eti jimirladi. Childoq bu ovoz tanishday tuyuldi, ammo ovoz egasini tanimadi. "Rasulmisan?" tavakkaliga so'radi. "Og'am Sodiq." Aravakash qoq suyak gavdasini uning quchog'iga tashladi. Sovqotgan kishidek yelkalari uchardi. "Suyaging oq podsho yurtida qop ketdi deb yuruvdiga. Dard ustiga chipqon bo'ldi mardikorchilik." Sodiq boshini egdi. "Sunnat, ahad qaytishmadi. Hayotdang." Rasul bosh chayqadi va yuziga fotiha tortdi. "Alloh yarlaqagurlarning joyi jannatda bo'lsin." "Qishloqda nima gap, Rasul? Bolalarim sog' omonmi?" "Xudoga shukr, yurishibdi." "O'zing baxtda sang'ib yuribsan?" "Tirikchilik. Bir somon jallobga mardikorlik qilyapman." Rasul arava ustidagi qoplarga ishora qildi. 4 ta nonga. Dashtdan somonni tashib tugatish qiyin bo'lyapti. Aqda bola chaqam och. 2 qovuch turshak bilan qolishuvdi. Ignatilgandek Sodiqning qayeridir sanchdi. Shilingan teriday qurishgan, ichiga tortgan qornini asta siladi. "Rasul, men boray, yo'l olis. Seni Xudoga topshirdim." Rasul yana uning yelkasidan quchdi. "Men ham 5-6 kunga qolmay boraman." Rasul arava sari yurdi. Ot jilovini ushlab birpas o'ylanib turgach, orqasiga o'girildi. "Sodiq, Xudo xayringni bergur, bir yaxshilik qil. Bitta non orttiruvdim. Shuni bolalarimga." U egar qoshidagi xaltachadan toshdek qattiq zog'ora non olib uzatdi. Sodiq indamay nonni kirlangan belbog'i qatiga joyladi. Negadir boshi aylanganday bo'ldi. Issiqda quxshagan qalin lablarini yalab do'stiga tikildi. "Omon bu", dedi sekingina. Yarim soatdan so'ng Sodiq sho'ra va yantoq qoplagan xarobazordan o'tib borardi. Yomg'ir yuvgan paxsa devorlar tikkayib turar, ajriqli ko'cha, taqir ekinzorlar bu joy qachonlardir tuppa-tuzik qishloq bo'lganligiga guvohlik berardi. Yon tomonda mushuk miyovladi. Sodiq ijirg'anib qadamini tezlatdi. Xarobazor orqada ko'rinmay qoldi. Endi qarshisida quyosh va garimsel jizg'anak qilgan adoqsiz cho'l za'faron qanotini kerib yotardi. Soqov kengliklarda hamma narsa umrini tugatganga o'xshaydi.
sho'ri ko'pchigan tepaliklar biqinidagi qovjiragan sho'ra, bug'doyak, tak-tak yoqimsiz yelda eshitilar-eshitilmas shitirlaydi. U yulg'unzor oralab ketdi. Yo'l chetrog'idagi shira bog'lamay quvragan tak-tak boshoqlarni shosha-pisha yula boshladi. Hashpash deguncha 3-4 hovuch boshoq to'pladi. Do'ppisiga solib ezg'iladi. Puflab sovurdi. Somondan ajralgan bir kaft puchak donni og'ziga solib kitirlatib chaynadi. Onasi ko'ksiga yopishgan go'dakday ko'zlarini yumib tamshandi. Og'zi tam sezmadi. Eng bo'lmag'ur kepak ham undan 1000 marta mazaliroq bo'lishini bilardi. Bunga parvo qilmay, tomog'i, ichaklari shilinib, me'dasiga urgancha tak-tak kapaladi. Yo'lda asqotar degan umidda belbog'i uchiga 2 hovuch tugib oldi. Kech kirganini tezda payqamadi. Boyagina cho'l manglayiga lab tekkizib turgan oftob, qoraya boshlagan shafaq panasida ko'rinmay qoldi. Cho'l sukunati ustiga yurakni entiktiruvchi qorong'ulik bostirib keldi. Ko'p o'tmay olisda dasht qashqiri cho'zib ulidi. Sodiq bu haqda o'ylamaslikka tirishdi. Qornini g'ijimlayotgan sanchiq yolg'izlikni unutishga yordam berdi. Bu sanchiq oldida hamma narsa puchday tuyuldi. Qavargan oyoqlari, beli xuddi birov bolta bilan tushirgandek zirqiraydi. Boshi lo'qillaydi. Bunga chidaydi. Nafas xuruji esa toqatini yemirib ado qildi. Sabr kosasi to'lib ketdi. Toliqqan oyoqlariga dam berish uchun qulayroq joy tanladi. Shu bahonada jinday tamaddi qiladi. Tak-tak doni ko'pam yomon yegulik emas. Kelichada tuyib, unidan mazali non pishirsa bo'ladi. Rahmatli onasi bunga juda usta edi. Bir yili nevaralarini tak-tak bilan tirik saqlab qoluvdi. Sodiq timirskilanib, yassiroq toshga endi o'tiruvdiki, alla narsaning irillagani va pishqirganini eshitdi. Qorong'ulik ichida o'ziga mixlangan yashil-simon ko'zlarini darhol ilg'adi. Pichoq dastasiga yopishib, sapchib turdi. Yaqiniga qadalib kelgan bo'ri tig' isini oldi shekilli, tishlarini shaqillatib orqaga tisarildi. Obba la'natiye. Sodiq nima qilishini bilmay yon veriga alangladi. Ko'nglimdan o'tuvdi-ya. Bo'ri kalta quloqlarini dikkaytirib sal nariroqda cho'nqaydi. So'ngra tumshug'ini osmonga cho'zib qattiq ulidi. Sheriklari qaydandir javob qilishdi. Sen ham och ekansan davoshna. Topgan o'ljangni qara-yu. Sodiq kulimsiragan bo'ldi. Qindan pichoqni chiqarib bo'riga o'qtaldi. Bo'ri kichikroq qir orqasiga o'tib ko'zdan yo'qoldi. U biroz yengil tortib yo'lda davom etdi. Qorong'uda qancha yurganini eslolmaydi. Bir payt qarshisida 2ta sharpa paydo bo'ldi. Sherigingni topib ketsan-da. Sodiq yana pichoqqa yopishdi. Odam qoni, attang, buni tushunmaysan. Bo'rilar unga qo'l cho'zsa yetgudek yaqinlashdi. Biri qo'yib, biri irillar, cho'zib o'lirdi. Sodiq ularning g'azabi so'lakaylariga qo'shilib oqayotgani, alami o'tkir tishlari orasida g'ijirlayotganini sezib turardi. Agar hozir atigi bir daqiqa dovdirasa, bu ochopatlarga yem bo'lishi hech gap emasdi. U taslim bo'lish dahshatini o'ylab ketdi. Avval bo'g'ib ko'zlarini o'yishadi. Issiqqina qonini shimirib, tanasini parchalab tashlashadi. Suyaklarini maza qilib g'ajishadi. Yo'q, oshna. Bunaqasi ketmaydi. Bilaman, senlarda Azroilning tuki bor. Men-chi? Men odamman-a. Sodiq goh chopib, goh chuvalachangday sudralib borardi. Oxiri bir qadam bosishga majoli qolmadi. Yorug' dunyodan butunlay umidini uzdi. Bo'rilar 3 og'ayni bo'lib olishdi. Boya kuchlari yetmagan bo'lsa, endi 10 jonidan birini ham sog' qo'yishmaydi. Qorong'ulikda shovullab yotgan terakzor oralab borarkan, ko'nglining bir chetida umid uchquni yondi. Qishloq yaqinga o'xshaydi.
chindan ham terakzor adog'ida qaqqaygan guvala devorli kulbani ko'rdi. Tutday to'kilayotgan kulba kimsasiz ekanligini payqab, omonat eshikdan behol gavdasini ichkariga oldi. Dimog'iga zig'ir yog'i va kunjara hidi urildi. Eshikni yopib, zanglagan temir zanjirni ildi. Hayal o'tmay, bo'rilar eshikka yopishishdi. Uzoq tirmashib ocholmagach, ulab yuborishdi. Sodiq harchand urinmasin, ko'zi qorong'ulikka ko'nikmadi. Turtinib-surtinib ilgarilarkan, peshonasi ustinga urildi. Tog'araga o'xshash narsaga to'qnashdi. Gandraklab boshqa ustinga suyanib qoldi. Nihoyat devor yonidan qulayroq joy topib, ikki bukilib yotib oldi. Bo'rilar hamon o'tkir panjalari bilan ostonani tirnashardi. Ularning alamli g'ingshigani, tishlari g'ijirlagani elas-elas eshitilardi. Ko'p o'tmay qulog'iga hech qanday tovush kirmay qoldi. Tarashaday qotib uxladi. Tushiga och bo'rilar kirdi. Ular uni o'rtaga olib, xomtalash qilmoqchi bo'lib turganmish. Ingrab uyg'ondi. Qorni burab og'riyotgan edi. Go'yo bo'rilar ostonani emas, uning ichini tirnashayotgan edi. La'natlar! Haliyam umidvormisizlar? G'azabdanmi, o'kinchdanmi Sodiq tishlarini shunday bosdiki, qisirlab ketdi. Misday qizgan peshonasini sovuq devorga qo'yib, qornini uqaladi. Uyqusi qochgan, ko'zlari qum tiqilgandek achishar, darmoni qurib borardi. Saharga yaqin og'riq bosildi. Eshik tirqishidan xira yorug'lik kirganda, bo'rilar ovozi ham tindi. U o'rnidan bazo'r qo'zg'alib, kulbani ko'zdan kechirdi. Shundagina tashlandiq juvozxonada yotganini bildi. Juvozxona saroydek keng, baland tomining har joyi kosaday teshilgan, shiftni qurum va tortanak bosgandi. U o'pirilgan tokchalarni, shift tuprog'i to'kilgan juvoz ichini ko'zdan kechirdi. Juvoz tubidan tuproq aralash bir qismcha zig'ir, mushtdan kichikroq panglagan kunjara topdi. Ularni tashqarida tuproqdan shoshilmay tozaladi. Keyin bir zumda yamlab qo'ydi. Juvozxonaning orqa tarafiga uylari tartibsiz sochilgan kattagina qishloq siyrak g'ubor ichida mung'ayib turardi. U qishloq ko'chasiga qadam qo'ydi-yu, hang-mang bo'lib qoldi. Tuprog'i tizzaga uradigan ko'chalar bo'm-bo'sh, fayzsiz hovlilar to'zib, huvillab yotibdi. Bir tabaqasi uzilib tushgan eshikdan juni to'kilgan, igna ursa u yog'idan bu yog'iga o'tadigan qari ko'ppak yugurib chiqdi. Sodiq bir zumda arvohday zim g'oyib bo'lgan it orqasidan kalovlanib tikildi. Keyin eng chekkadagi tomi bosib tushgan uyga kirdi. Ayvon oldidagi ikki tup qari zandoli suvsizlikdan quriy boshlabdi. Hovlini qoplagan qalin yantoq va ko'z tikan bu xonadonga yaqin orada odam oyog'i tegmaganini anglatardi. Deyarli hamma hovliga bosh suqdi. Yer to'la, o'ra, kul to'da ham qolmadi. Bitta qo'ymay qarab chiqdi. Biror zog' uchramadi. Biror yegulik ham topmadi. To'satdan muscha tishlab olgan chipor mushukni ko'rib qoldi. Kesak otuvdi, miyovlab muschani tashlab qochdi. Muscha singan qanotini sudrab, sho'rlagan guvala devor tubidagi sho'ra ichiga yashirindi. Endi uni topishi kerak, topmay qo'ymaydi. Keyin maza qiladi. Muscha baland sho'ra tagida ko'kragini yerga berib yotar, mitti ko'zlari jovdirardi. U Sodiqni ko'rdi, lekin qimirlamadi. Qochishga harakat qilmadi. Sodiq esa uni yelkasidan bosib ushladi-da, yerdan ko'tardi. "Hey jonivor, kelib sen tushdingmi qo'limga? Nachora. Baribir mushuk yerdi." Muscha bo'g'ziga pichoq qo'yarkan, lablari tamshandi. Beixtiyor uning mo'ltiragan ko'zlariga qaradi-yu, qo'li bo'shashib pichoqni tushirdi va qinga soldi. Qanoti singan muschani jildirab oqayotgan ariqcha bo'yiga qo'yib yubordi. Hech narsa ekilmagan, qatqaloq bosib, tars-tars yorilgan dala yoqalab ketdi. Qarovsiz yerdan bug'doy isi anqiganday bo'ldi. Kaftiga tuproq olib hidladi. Ko'ngli ozdi.
Odamlar qishloqni, yerni tashlab qayoqqa ketishgan? Ko'z oldi qorong'ulashib, uvatga o'tirdi. Qarshisida rizq ro'z unadigan tuproq najotsiz yotganini o'ylab o'kindi. Uni egalari tashlab ketishgani boisini harchand urinmasin tasavvuriga sig'dira olmadi. Birpasdan so'ng jinday o'ziga keldi. Keyin negadir turishga hafsalasi chopmadi. Cho'pday ozg'in qo'llari qaltirab belmog'ini yechdi. Qatidan zog'orani oldi. Yurakka yaqin tanish isdan entikdi. Labi peshonasiga tekkizib tavob qildi. Og'zi suv ochdi. Qult etib yutinib zog'oraga tikildi. Ichida qo'zg'algan kuchni yengib zog'orani belboqqa boshqatdan o'radi va beliga bog'ladi. Tosh osilganday og'ir oyoqlarini sudrab, kun peshindan oqqanda o'rkachsimon qirdan oshdi va yashil soylikdagi qishloqqa kirib bordi. Har holda bu qishloqda tirik jon borga o'xshaydi. Soy etagida poda, yilqi o'tlab yuribdi. Qaysidir hovlida tandirga o't qo'yishyapti chog'i ko'kka tutun o'rlaydi. Sodiq tandirda yopilgan issiqqina nonni ko'z oldiga keltirdi. Biror burdani ayashmasa kerak. Yomg'ir yuvgan, ayrim joylari qulagan pastqam devor oldida sochlari qordek oppoq, eti suyagiga yopishgan, munkillagan kampirga yo'liqdi. Ustidagi 40 yamoq bo'z ko'ylagi, qiltiriq bo'yni, cho'pday ingichka panjalari, tars-tars yorilgan yalang oyoqlariga ko'zi tushgan kishi uni qabrdan tirilib chiqibdi deb o'ylardi. Kampir unga darhol ozg'in qo'lini uzatdi. "Xayrqi bolam." U bir zum qarab turgach, muallaq qolgan qo'lini tushirdi. "Nima? Tilamchimi senam?"